Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, efirda Dolzarb podkasti. O'tgan safarga sonimizda mamlakatimizdagi ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish tizimidagi muammolar haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa undan-da dolzarb masalani muhokama qilamiz. O'zbekistonda ilmiy darajani olish yo'lidagi to'siqlar hamda mamlakatimizda ilmiy salohiyatni sifatini yanada rivojlantirish masalalari haqida suhbatlashamiz. Shavkat aka, ustoz, birinchi savol bilan sizga yuzlanmoqchi edim. Ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ham ko'plab yurtdoshlarimizda so'nggi yillarda ilm-fan rivoji uchun juda ham ko'plab e'tiborlar qaratilyapti. Biroq mana shu e'tibor ilm-fanning sifatiga qay darajada ta'sir ko'rsatyapti degan savol bilan bizni mana ijtimoiy tarmoqlar orqali sahifalarimizga yo'llashgan shu savolga munosabat bildirib o'tsangiz. To'g'ri aytasiz. 2016-yildan boshlab O'zbekistonda fan ta'limga e'tibor tubdan o'zgardi. Mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev saylangan oylarning o'zida barcha akademiklarni yig'ib oldimizga masala qo'ydilar. Nima qilishimiz kerak? Ilm fanni saqlab qolish uchun, rivojlantirish uchun. Chunki ilm fansiz rivojlanish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Shundan keyin birin-ketin 2017-yildan boshlab prezidentimizning farmonlari, qarorlari chiqib, akademiya tiklandi, institutlar tiklandi. Bir nechta qarorlar chiqdi. Shu bilan birga, albatta fan ta'limsiz bo'lmaydi. Birinchi navbatda ta'limni ko'tarish kerak. Hatto maktabgacha ta'limdan boshlab oliy ta'lim, maktab, hammasiga juda katta e'tibor bo'ldi. Oilalarda dunyoqarash o'zgardi. Bolalarga bilim berish birinchi darajaga chiqdi. Prezidentimiz tomonidan o'sha darajali odam, ilmiy darajali odamlarga imtiyozlar bo'ldi. Fan nomzodiga 30%, fan doktoriga 60%. Undan tashqari o'shalarni berish uchun har xil talablar bor. Afsuski, lekin buni salbiy tomoni ham ko'rinib qoldi-da. Nima bo'lsa ham shu maqola chiqarish kerak ekan, nima bo'lsa ham PhD bo'lish kerak ekan, yo fan doktor bo'lish kerak ekan degan g'oya paydo bo'ldi insonlarda. U ham moddiy tomon bo'lishi mumkin, ham o'zini masalan karyerasi uchun bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda hozir juda ko'p muammolarimiz bor. Shuncha mana imtiyoz berilyapti, imkoniyat berilyapti, to'g'rimi? Lekin mana shu ilmiy sifatni, halollikni, natijaviylikni mana shunga monand tarzda o'sishiga nimalar to'sqinlik qilyapti deb hisoblaysiz? Oliy o'quv yurti muallimlarining maoshi oshdi. Oliy o'quv yurtida ta'lim beradigan, ilmiy darajaga, ilmiy unvonga ega bo'lgan professor o'qituvchilarning maoshi oshdi va yana bir jihati o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'lim, doktoranturada o'qiydigan, tayanch doktoranturada o'qiydigan yoshlarga imtiyoz ko'paydi, ularning stipendiyasi oshdi va atrofda juda katta qiziqish paydo bo'ldi. Ilgari o'sha oliy o'quv yurtida o'qib yoki oliy ta'limda o'qib oilasini boqa olmay turli sohaga o'tib ketgan, tijoratga o'tib ketgan, boshqa sohalarda o'qigan, boshqa sohalarda ishlayotganlar oliy ta'limga qaytish jarayonini boshladi. Ilmga qaytish jarayonini boshladi. Bundan biz benihoya mamnun bo'ldik. Mana olimga e'tibor, mana dissertatsiyaga e'tibor, mana tadqiqotga e'tibor degan jihat bizni benihoya mamnun qildi. Taassufki bitta jihati bor, son ko'paydi, sifat pasaydi. Dissertatsiyalarda ichiga kirish kerak bo'ladigan bo'lsa, muhokama qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda juda ko'plab muammolar bor. Bu muammolar birinchi navbatda o'sha bo'lajak olimning mustaqil fikri, mustaqil qarashlari muhim. Mustaqil fikr, mustaqil qarash bo'lmagandan keyin uning yozgan dissertatsiyasi tokchaga shunday qo'yilguncha 10 yillar davomida birovga keragi bo'lmaydi. Javonlarda dissertatsiyalar ko'p, uning egalari fan nomzodi, ya'ni PhD, falsafa fanlari bo'yicha falon fanning doktori bo'lgan yoki filologiya, boshqa fanlar bo'yicha fan doktori, saynis doktori bo'lgan, lekin kechirasizlar, jamiyatda uning ilmda uning ma'naviy qiyofasi o'rni sezilmaydi. Shunga sabablar nimada? Sabablar bo'shlik deb o'ylayman. Sabablar haddan tashqari son izidan quvish deb o'ylayman. Sifat, misol uchun ilm uchun kashfiyotlar muhim. Ilm uchun yangiliklar muhim. Hozirgi himoya qilinayotgan dissertatsiyalarning aksariyati u avvalgilarning takrori, xorijdagi qaysi bir olimlarning asarlarining o'zbek tiliga o'girilgan nusxalari bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun bu yerda sifat muhim deganim
o'zbekda olimi o'zini qiyofasini ko'rsatish uchun o'zining bir maktabiga ega bo'lishi kerak. O'zining ilm yo'lidagi usullariga, yo'llariga, metodlariga ega bo'lishi kerak. O'zbekning olimi, chin olimi o'sha xorazmiylarga, beruniylarga, shoshiylarga, farg'oniylarga munosib bo'ladigan o'zbekning olimi ergashtiruvchi bo'lishi kerak. Bizda ergashuvchanlik kuchli. Biz qachon mustaqil fikrlaymiz? Biz qachon ergashtiruvchi bo'lamiz? Biz nima uchun Yevropadan, dunyoning turli olimlaridan, bu mening dardlarim, to'xtovsiz biz iqtibos olamiz u, ular qachon bizdan iqtibos oladi? Bizdan nega ular iqtibos olmaydi, ko'chirma olmaydi? Domlajon, meni shunday fikrlar qiynaydi-da. Mana mavzuyimizning eng muhim nuqtalariga kirib boryapmiz-da. Ko'pchilik mana bizni kuzatib boradigan millionlab auditoriya bor O'zbekiston telekanali ijtimoiy tarmoqlar orqali kelyaptiki. Akbarshah aka, so'rangchi, Qalbaki jurnal o'zi qanday jurnal? Yoki umuman mana shu jurnalni qalbakiligini yoki haqiqiyligini qayerdan ajratib olsak bo'ladi? Shu bo'yicha ham tushunchalar berishsin degan savollar yo'llashibdi. Qalbaki jurnallar qator belgilari bor. Misol uchun birinchi o'rinda Qalbaki jurnal ko'pincha bu endi yangi ochilgan jurnal bo'lishadi yoki multidistsiplinar. Ko'pincha Qalbaki jurnallardan multidistsiplinar jurnallar kuzatib bormoqdamiz. Misol uchun birinchi o'rinda jurnal ochilgan ximiya yo'nalishida deylik, keyin qarasangiz shu jurnal ichida nafaqat ximiya, balkim pedagogika soha ham paydo bo'lishi mumkin yoki matematika soha. Bu degani bu Qalbaki jurnal. Ikkinchi o'rinda shu jurnallar to'lovlarni birinchi o'rinda ko'rishadi. Qachonki siz maqolangizni shunaqa jurnalga jo'natsangiz, ular aslida tekshiruvga berish kerak bo'ladi, lekin ular birinchi o'rinda to'lovni so'rashadi. Shu joyda aniqlashtirib ketaylik, qanday tekshiruvga? Qanday tekshiruvga berishadi? Retsenziyaga. Demak, ahamiyat berish kerak. Ular birinchi retsenziyadan shu maqolani o'tkazish kerak bo'ladi. Bu jurnallar ko'pincha saytiga agarda qarasangiz, sayti ham klon saytlariga uchrashimiz mumkin. Demak, rostdan ham shunaqa jurnal mavjud bo'lishi mumkin, lekin shu jurnalning klon sayti paydo bo'ladi va shu klon saytida ular misol uchun shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan, aslida jurnal bepul, lekin klon saytida u pulli jurnal. Shunaqa masala ham bo'lishi mumkin. Dianaxon, shuni qayerdan ajratib olinsa bo'ladi? Haqiqiy jurnalning sayti yoki o'sha unga o'xshash bo'lgan Qalbaki jurnal sayti? Qanday ajratib oladi? Haqiqiyligini aniqlashtirish uchun bizda xalqaro ma'lumotlar bazalariga ruxsat bo'lishi kerak. Hurmatli prezidentimiz 307 sonli qaror doirasida 1-ilova 43-bandiga asosan bundan oldin 3 yil oldin bizda Web of Science xalqaro ma'lumotlar bazasiga milliy obunamiz mavjud bo'lgan. Hamma tashkilotlarimiz, oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot tashkilotlarimiz Web of Science bazasiga obunasi mavjud bo'lgan va shu baza orqali biz jurnallarning sifatligi yo sifatsizligini tekshirish imkoniyatimiz mavjud bo'lgan va plus taraflari, misol uchun siz Web of Science baza orqali jurnal izlayotgan bo'lsangiz, shu baza sizni jurnalning ofitsial veb-saytiga o'tkazadi. Demak, siz klon saytiga uchramaysiz. Men analitik ma'lumotlarni tayyorlagandim. Bu O'zbekiston ilm-fan rivojlanishini biz Inavikda ham taqdimot qilganmiz. Bu yerda qo'shma davlatlar bilan nashrlik faoliyat bo'yicha O'zbekiston rivojlanishini kuzatib bormoqdamiz. Web of Science bazasiga Qozog'istonda milliy obuna 11 yildan beri mavjud va o'sishi, nashrlik faoliyati ham juda ham baland va O'zbekistonda 3 yildan beri mavjud bo'lgan milliy obuna va shu 3 yil davomida nashrlik faoliyati ham juda ham yuqori darajaga yetib kelmoqda va qolgan davlatlarda Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonda shu bazaga obuna mavjud emas va hech qanaqa rivojlanish ham kuzatib borilmayapti. Bu albatta ijobiy holat. Bu juda ham ijobiy holat. Va shu ma'lumotlar Web of Science bazasidagi ma'lumotlar GIA indeksiga ham kirib ketadi. Bu Global Innovation Indexda shu hisobotlar olinadi. Katta rahmat. Shavkat aka, ustoz, yana bitta muhim masala bo'yicha yuzlanmoqchi edim. Sizga juda ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz so'rayaptiki, umuman bugungi kunda mana shu formal maqola degan tushuncha bor. Buni oshib ketishiga sabab nima bo'lyapti? Formal yoki qalbaki desa ham maqolalar ko'payib ketgan. Mana men hozir bilan to'ldirmoqchimanki, Dianani masalan hozirgi o'sha qalbaki jurnallarda hamma sohadan maqola bo'lishi mumkin. Masalan, matematikani olsak, matematika degan jurnal yo'q. Chunki matematikani tor sohalari bo'yicha bor. Algebra, geometriya, topologiya,
ana o'sha bularda nafaqat boshqa fanlar, umuman meditsina ham bo'lishi mumkin, pedagogika ham bo'lishi mumkin, tarix ham bo'lishi mumkin, til ham bo'lishi mumkin. Endi bu jurnallar hammasi ingliz tilida yoziladi. Tarjima bo'lgandan keyin avtorlar o'zi o'qimaydi ham tarjimasini. Hatto demak muallifni ism familiyasini ham tarjima qilib ekan. Mana bu Google tarjima qilganmi, boshqa masalan kimnidir masalan bitta misol aytaman, bir magistrant Erkin qizi ekan. O'chitdi. Ismi Sharifa. Uni Free Girl deb tarjima qilib qo'yibdi. Undan tashqari mana oddiy yaxshi jurnallarda redkaligi bo'ladi, mashhur odamlar bo'ladi. 10 ta, 20 ta, 30 ta bo'lishi mumkin. Bu siz aytgan jurnallarda demak 220 ta redkaligi a'zolari, shundan 200 tasi o'zimizni o'zbeklar, o'zbekistonliklar, chet elliklar nomiga qilingan. Lekin maqolalar hammasi o'zimizni mualliflar. Endi bitta nomer jurnali bitta nomerda odatda 10 ta 20 ta bo'lishi mumkin. 500 ta maqola chiqqan nomerlar ham bor. Endi uni pulga chaqsangiz o'sha har biriga pul oladi-yu. Shunday. Shuning uchun mana bu tahlil oxirgi 3-4 oyda chiqqan avtoritetlarni publikatsiyalarini qarasak, ko'plari shu jurnallarda chiqqan. O'shaning uchun qandaydir bir tartib qilish kerak. O'sha jurnallarni umuman hali qora ro'yxatga kirgizib qo'yish kerak, men o'ylaymanki. Ularni umuman tan olish kerak emas. Mana shu, boshqa yo'li yo'q. Eng yomonligi shuki, yoshlarimizni shunga o'rgatishyapti. Fanga kirib kelayotgan yoshlarga qalbaki yo'lni ko'rsatib beryapti domlalar. Chunki domlalar o'zi ham xuddi shunaqa fan doktori bo'lganda, shogirdiga ham aytadi, menga mana $200 to'lagin, 4 kunda chiqarib beradi menga jurnalga. Shunaqa bo'lyapti ham deydi. Endi shunaqa chiqargandan keyin 1 yil 2 yilda u keyin fannom anaqa PhD bo'ladi. Endi buni kim qarash kerak odatda o'zi? Birinchidan o'sha ilmiy kengashda o'tirgan odamlar tekshirish kerak shu jurnallar. Ilmiy kengash faqat kelib hali ovoz berib ketmaydi. O'shalarni o'qish kerak, men maqolaga qattiq chiqqan ekan deyish kerak. Bu birinchi etap. Seminarlar qarash kerak. Oldin Oliy Majlis komissiyasida ekspert kengashlar bor. Ular ko'rish kerak. Oldin mana men tajribamda ekspert kengashlar har bir dissertatsiyani qora retsenzentga berardi oldin. Undan ijobiy kelgandan keyin agar shubha bo'lsa o'zini chaqirardi dissertantni. Endi hozir mana bular minglab chiqayotgandan keyin ularga fizически imkoniyati bo'lmaydi ulgurmay qoladi. Shuning uchun sifat ham shunga qarab ketyapti. Ya'ni sifat songa teskari proporsional bo'lib ketyapti. Sifat bilan sonni. Endi o'rtasida juda ham katta nomutanosiblik bor. Nima deb o'ylaysiz, mana shu nomutanosiblikni tenglashtirish uchun qanday chora-tadbirlarni ko'rish zarur deb hisoblaysiz bugungi kunda? Endi buni juda obyektiv, subyektiv jihatlari bor. Men birinchi navbatda o'ylaydigan narsam, to'g'risi, olim bo'laman deydigan odam vijdonli odam bo'lishi kerak. Vijdonli, iymonli, e'tiqodli, to'g'ri, adolatli. Men ilm bilan shug'ullanaman, ilmdan topgan nonim bilan oilamni boqaman, ilmdan topgan foydam orqali jamiyatga yordam beraman degan tushuncha bilan yashash kerak. Chunki ilmda qalbakilik, domla aytgandek, soxtagarchilik, turli manfaatlar juda ko'payib ketgan. Misol uchun butun boshli bitta dissertatsiyadan, bitta maqolaga arziydigan, misol uchun 120-150 betlik dissertatsiyadan 10-15 betlik bunday odam mazza qilib o'qiydigan, yangi ekan deb o'qiydigan bir yangilik topilmaydigan vaziyatlarga men juda ham ko'p guvoh bo'ldim. Buning sababi uning tepasida turgan ilmiy rahbari. Juda achinarli vaziyatlar juda ham ko'p. 2003-yildan beri mana shu kengashlarga a'zoman. Men mana shu jarayonlardagi haligi bunday qilib aytganda 10 yillarning guvohiman. Kimning arvasiga chiqqan va kimning ashulasini aytayotganligini ba'zan sezib o'tiraman. Va bir xil vaziyatlar bo'ldi. Men ilmiy kengashlarda ishtirok etmayman. Chunki men qo'limni ko'tarsam ham, qo'limni ko'tarmasam ham, men ovoz bersam ham, ovoz bermasam ham o'sha kishi PhD bo'ladi, saynis bo'ladi. Hali siz aytgandek songa son qo'shilaveradi. Bu kishi ilmiy rahbar dissertatsiya himoya qilib olgandan keyin, saynis bo'lgandan keyin o'zini orqasidagi o'sha toifadagi bir dunyo odamlarni go'yo ilmga olib kiradi. Buning nomi ilm emas. Buning nomi ma'naviy qabohat. Buning nomi ma'naviy jinoyat o'zi asli. Chunki olam qiyofasidagi odamlar juda ham ko'p. Himoyadan keyingi jarayonlar, miflar boshlanadi. O'zini himoyasini mifga aylantirish, men savollarda vaholanki u
jarayonlarda, himoya jarayonlarida u minbarda himoya qilayotgan dissertant ba'zi oyog'ida qaltirab turgan bo'ladi. Men buni guvohi sifatida aytyapman. Endi bu gaplarni hammasini oshkora qiladigan vaqt ham keldi deb o'ylayman. Olimlar bir saralanish kerak, olimlar bir elakdan o'tish kerak. Chunki ulkan olim, menga o'xshab ko'zoynak topgan, galstuk taqib olgan olimlarning son-sanoqi ko'p. Cho'ntagida doktor saynis, PhD diplomi bo'lgan, professor unvoniga ega bo'lgan, dotsent unvoniga ega bo'lgan, cho'ntagida shu diplomlari bor odam bilan olimning farqi bor. Cho'ntagida shu diplomi bo'lmagan olimlarni men bilaman. Misol uchun shaxsan bizning sohada, adabiyot sohasida, adabiyotshunoslik sohasida shunday cho'ntagida rasmiy ravishdagi diplomi bo'lmagan odamlarni men bilaman. Ular men olimman, men professorman degan kimsalariga qaraganda yuksakroq fikrlaydi. Ular ko'proq o'qigan chunki ularda mustaqil fikr bor. Hatto o'sha toifadagi odamlarning ustidan kechirasizlar, endi buni ommaga aytish kerakmi, yo'qmi? Hatto o'sha toifadagi odamlar ustidan shu fan doktori bo'ldimmi, shu professor bo'ldim deb men kulgan vaziyatlarda guvohiman. Kulgan. O'shalar ustidan miyig'ida kulishadi. Ha bu deydi, otini zo'rg'a yozar edi-ku deydi. Endi nima qilasiz? Kechirasizlar. Masalani ochiq oytin aytadigan zamonlarga yetib keldik. Taassufki bu jarayonni, sonni hammasini sifatga aylantirish degan masalani men ochig'ini aytay, yo'lini topa olmayman. Buni muhokama qilish kerak, o'tirish kerak. Bunga maxsus bir anjumanlar bag'ishlash kerak. Olimlar yig'ilsin, har bitta sohani olimlari o'tirsin. Qanday qilganda sifat degan narsa paydo bo'ladi. Qanday qilganda chin ma'nodagi bizda o'zining olim degan nomiga munosib insonlar paydo bo'ladi. Mening dardim bu. Men auditoriyada talabalarga ma'ruza o'qiyman, magistrlarga ma'ruza o'qiyman va kirib agar adashib qolgan bo'lsangiz, hozirdan keta qolinglar. Sarson bo'lib, u shartnomaga kirgansizlar, sarson bo'lib to'lovini qilib yurmanglar. Sizlarni ilmga qiziqtirish emas, kechirasizlar, ilmga aloqasi bo'lmagan odamlarni ilmdan bezdirish mening vazifam deyman. Yana bilmadim. Bu to'g'ri gapmi, noto'g'ri gapmi? Diyanaxon, qaroqchi jurnallarining ro'yxatini qayerdan topishsa bo'ladi, mana yosh olimlar? Shunaqa tizimlar mavjud. Retraction Watch, misol uchun Retraction Watch degan tizimi bor. Shu tizim orqali siz saytiga kirib, yirtqich bo'lgan jurnallarni ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Hattoki shu sistemani qulayligi, misol uchun siz davlatni ham yozishingiz mumkin. Misol uchun O'zbekiston deb yozasiz, u sizga yirtqich jurnalda chop etilgan maqolalarni ko'rsatib beradi. Yoki O'zbekiston deb yozuv berishingiz mumkin, yoki qaysidir ham tashkilotni tekshirishingiz mumkin yoki avtor tekshirishingiz mumkin. Bu Retraction Watch degan sayt va Shavkat Abdullayevich Bohadir aka gaplariga qo'shilgan holda yosh olimlarga bir ikkita tavsiyalarimni bersam, ism sharif noto'g'ri yozilishi. Bu juda ham ko'p uchraydigan muammo. Misol uchun biz xalqaro jurnallarga maqolamizni jo'natganimizda familiya, ism sharifimizni yozamiz. Birinchi tavsiyam biz faqat ism familiyamizni ishlatishimiz kerak. Chunki xorijda sharif nimaligini tushunishmaydi. Ko'pincha Scopusda bu uchraydigan holat, sharifni familiya sifatida alohida profil yaratadi va sizda misol uchun Scopus bazasida ikkita profil paydo bo'ladi va indekslar noto'g'ri ketishi mumkin, bo'linadi. Demak, biz ism familiyamizni faqat ishlatamiz va zagrant pasportdagi shaklda yozishimiz kerak bo'ladi. Chunki bilamiz, lotin tilida QX harflarimiz bor. Aynan zagrant pasportdagi shakl o'sha xalqaro standartlarga moslashtirilgan deb hisoblanadi va ilmiy maqolangizni yozganingizda shunaqa shaklda yozishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi masala bu PhD muhokama qilishda, ilmiy kengashda muhokama qilishda menimcha har bitta institutimizda ilm-metrik departamentni ochishimiz kerak bo'ladi va shu ilm-metrik departament nima bilan shug'ullanadi? Birinchidan shu maqolani tekshiradi. Jurnallarni qidirishda, sifatli jurnallarni qidirishda, tavsiya etishda yordam beradi. Ilmiy grantlarni qidirishda yordam berish kerak studentlarimizga va dissertatsiyamizni himoyaga olib chiqishdan oldin biza antiplak.uz hozir bizada sistema mavjud. Shu antiplak.uz sistemadan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda antiplak.uz sistemasi Turnitindan ham integratsiya qilingan.
demak u sifatli tekshiruv sizga ko'rsatib beradi. Bu tizimlar orqali maqolani tekshirishda ilmiy mana yosh olimlardan qanaqadir xarajatlar talab qilinadimi? Afsuski xarajat talab qilinadi, lekin misol uchun har bitta tashkilot o'zi obuna bo'lib, o'z xodimlariga, studentlariga O'rtacha qancha xarajat talab qilinishi mumkin bir olimga? Bir olimga emas, u yerda to'lov tekshirilgan hajmga qaraladi. O'rtacha narx taxminan 40 ming so'm. Siz nafaqat maqolangizni tekshirishingiz mumkin, dissertatsiyangizni ham tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi kunda ilmiy maqolalarni baholash va ularni tekshirish tizimidagi qaysi bo'g'in zaif deb hisoblaysiz? Bu muammolar matematika sohasida yo'q, fizika sohasida yo'q, kimyo sohasida yo'q, biologiya sohasida ham deyarli yo'q. Chunki u yerda ilmiy maktablar bor. O'sha ilmiy maktablarni o'zi saralab chiqaradi. Bir yillik himoyalarni statistikani olsanglar ham soni kam. Bir yilda masalan 20 ta, 30 ta bo'lishi mumkin. Lekin men pedagogikalarda 300 ga yaqin. Masalan, yoki yana boshqa 200. Shuning uchun bu yerda sohaga ham bog'liqda. Endi albatta hamma yoqda ilmiy maktab bo'lavermaydi, to'g'ri. Ikkinchisi, albatta o'sha universitetdami, boshqadami maxsus masalan ilm bo'yicha prorektor bor, ilmiy bo'lim bor. O'shalarda har holda mana shu maqolalarni chiqargan maqolalarni ko'rib tahlil qilish kerak. Agar men maqolam bo'lmaydi, bu soxta jurnalni bir ikki marta qaytarsa, keyingi boshqalar ham shunga qarab o'zini tortadi. Shu bo'lmayapti-da. Aksincha, bizda hozir oliy ta'limda o'sha oliy ta'lim muassasasining reytingini ko'tarish uchun domlalarni maqola qilishga majbur qilishyapti. Sen bu yil Scopusda nechta maqola qilding? Bu bechora domla darsga tayyorlandi, maqola yozdimi? Endi majbur bo'lyapti. Bir xillari hali o'zini xarakteri unaqa bo'lmasa ham uni majbur qilishyapti yo'l qidirishga. Mumkin edi, "Men qara, mana 250 to'lagin, 2 hafta chiqarib beradi" deydi. U odam endi noilojdan, chunki rahbariyat talab qilyapti deb chiqaradi. Menimcha bu talab ham noto'g'ri. Oliy ta'limda domlalarning sifatiga qarash kerak. Maqolasi chiqargan maqolasiga qarash kerak emas. Pedinstitutlar fan doktori, fan nomzodlarga to'lib ketgan. Talabalarning sifati yo'q. Maktabda yaxshi domla topa olmaymiz hozir. Eng katta muammo maktablarimizda bu o'qituvchi. Yaxshi o'qituvchilar yo'q. Kam, yetmayapti. Maktablar hozir ochildi mana. Shuning uchun odamlar majbur bo'lyaptiki, hali o'quv markazlariga berishga yoki qanaqadir xususiy maktablarga berishga majbur bo'lyapti. Bu birinchi o'sha oliy ta'lim muassasasi yoki ilmiy tekshirish institutining o'zida saralanish kerak bu. Tizimni kuchaytirish kerak. Tizimni kuchaytirish kerak. O'sha oxirgi etap, keyin u yog'i keyin mana masalan bu retsenziya u bo'ladi, u albatta o'z-o'zidan muhim bo'lishi kerak. Lekin afsuski hozir hech qaysi qadamda to'siq yo'q. Hamma shundan o'tib ketib qolyapti. Umuman fanga aloqasi bo'lmagan odamlar ham bir yilda PhD, 2 yildan keyin fan doktori, masalan qaysidir rektor o'zi uchun bir martalik kengash qilib, hali talabchan kengash a'zolarini ro'yxatdan chiqarib yuborib, himoya qilibdi. Rektorlik himoya qilyapti. Tushunasizlarmi? O'zi rektor o'zi ilmdan chiqqan odam bo'lishi kerak. Ko'p mana yosh olimlardan kelgan savolda bir o'zbek yosh filologi ilm qilyapti. Mana o'zbek tilini bir shonini, sharafini ko'tarishga xizmat qiladiganda. Endi mana shu olimga xorijiy tilda, misol ingliz tili deymiz yoki rus tilida deymiz, maqola chiqarish nimaga kerak? Nima uchun kerak o'zi? O'zi Diyonaxon gapirayotgan payti hayolimga shu fikr keldi. Ya'ni bizda ilmiy sohalarni tabaqalashtirish kerak. Aynan xorijda ingliz tilida, Scopusda maqola chiqarish e'tiboridan tabaqalashtirish kerak. Misol uchun o'zbek tili, o'zbek adabiyotining makoni, maskani yer sharida, dunyoda bu O'zbekiston. Albatta. O'zbekiston bo'lgandan keyin bu o'zbek tili, mana meni hayratga soladigan narsa, himoya qilayotganlar ular ulkan dissertatsiya, mayda dissertatsiyasi bo'lsin, chet eldan qaysi Kanadada, bu Amerikada, Germaniyada maqola chiqargan bo'ladi, ingliz tilida chiqargan bo'ladi.
u bir necha menga o'xshaganlar ingliz tilini bilmagandan keyin ozgina sprechen deutsch deb nemischa biladiganlar uni o'qib endi qarang o'sha yoqda 3 ta maqolasi chiqqan, lekin O'zbekistonning birorta nufuzli jurnalida bitta maqolasi chiqmagan. Mana. Uni maqolasi yo'q. Himoya qilayotganlar bizni mamlakatda mana meni qo'limda deylik o'sha bitta minbar Jadid gazetasi bor yo'qligini ba'zan bilmaydi. Yoki akademiyaning jurnali bor, o'zbek tili va adabiyoti degan jurnali bor. Yoki bo'lmasa maktab va maktabgacha ta'lim jurnali bor, til va adabiyot ta'limi degan. Yozuvchilar uyushmasining jurnali bor. Sharq yulduzi degan, jahon adabiyoti degan, yoshlik degan tafakkur jurnalimiz bor, ma'naviy hayot jurnali. Nega bularda bizning filologlar, siz aytgan tilchilar o'zini maqolalarini shu yerda chiqarmasin? Shu e'tibordan muhtaram mas'ullar eshitayotgan bo'lsa, talab masalasida deylik o'sha siz aytgan tilni biladigan, adabiyotni chuqur biladigan odamni ushlab o'tirib, albatta sen Scopus'dan maqola chiqarasan degan masalani o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni tabaqa ehtimol tarixga ham, bizning milliy tariximizni yoritayotgan tarixshunoslarga ham shunday yondashuv kerakdir. Bizning milliy urf-odatlar bilan bog'liq dissertatsiyalar bo'lsa, unga ham shu e'tibordan hali aytganimdek, bizni Amerikada o'rganib yuribdi. Misol uchun Amerikada Qodiriy ijodini o'rgangan bor. Men dissertatsiya himoya qilyapsam, nega o'sha odamdan ko'chirma olmagansan deydi. Men aytaman, u mendan ko'chirma olish kerak. Mayli, mendan bo'lmasa, Matyoq Qo'shshonovdan ko'chirma olish kerak. Umorol Normatovdan, Ozod Sharafiddinovdan u ko'chirma olish kerak. O'zbek adabiyotini bu mamlakatning olimlari yaxshiroq biladi. Men shunday fikrlarni o'ylab yuraman. Mana bugun bu dolzarb gurungda bir minbar berdinglar. Bu toifadagi dardlarim ko'p. Bu o'sha odam dardlardan qutulsa ozgina yengil tortadi. Ya'ni yana bizning maslakdoshlar paydo bo'ladi. Bizning yonimizda turadigan odamlar paydo. Ilm bu to'g'rilik deydigan odam, ilm bu ma'naviyat, ilm bu halollik, ilm bu go'zallik degan odamlar paydo bo'ladi. Ilm qilib haligi burchak-burchaklarda biqinib, birovlarning ko'zini oldida, birovlarning bor bo'lgan davralarda gapira olmaydigan qalbaki odamlar, ularga ham ish ko'p o'zi asli jamiyatda. Ularga ham u birovi misol uchun juda betakror oshpaz u. Men shunday oshpazni ko'rdim, domlajon. Endi osh suzayapti, shunday kapkirda oladi, otib yuboradi. Mana unda u oshpazlikdan zavqlanyapti. Ilmda ham shunday. Agar ilm sohasida shu inson o'zi qilayotgan, yozayotgan yozuvlardan zavq topmaydigan bo'lsa, bunda foyda bo'lmaydi. Bunda manfaat bo'lmaydi. Odam manfaatsiz ilmdan qochmog'i kerak. O'ylab yuraman shu yosh olimlarga, yosh ijodkorlarga, domlajon sizga o'xshagan yoki mana Abdulla Azam domla ham adabiyoti, ham matematika, fizikani biladigan odamlar yoki ulkan bizning olimlarimiz yoshlarga bir ochiq xatlar yozish kerak deb o'ylayman. Ilmga da'vat ma'nosida, to'g'rilikka da'vat ma'nosida, xolislikka da'vat ma'nosida, yo'ldan adashma degan ma'noda. Chunki 30 yoshga chiqib dissertatsiya qilib, birovda arvasida o'tirib uning ashulasini aytgan odam umrining oxirigacha iztirobda yashaydi. Chunki u yerda oilasiga bu gapni ochiq, oydin mazza qilib gapirib bera olmaydi. Bola chaqasiga bu gapni men dissertatsiya himoya qilib, uning orqasida turgan haligi qora qo'llar bor. Ularni ayta olmaydi. U iztirobda yashaydi. Ilm halovat, ilm to'g'rilik, ilm bu go'zallik. Diyanaxon antiplagiat tizimidan foydalanishda yosh olimlarga qanday bir tavsiyalarni berasiz? Umuman mana shu tizimda ilmiy ishni yuqori sifat ko'rsatkichi bilan o'tishi uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Bahodir aka aytgandek, nazarimizni mahalliy jurnallarimizga qaratmoqchi bo'lsak agar, biz Sleep.uz degan bazadan foydalanishimiz mumkin. Bu Sleep.uz Scientific Library degani butun O'zbekiston bo'yicha mahalliy jurnallarimiz to'plami baza. Shu baza orqali demak mahalliy jurnallarni topishimiz mumkin. Antiplagiat haqida boya aytganimdek, menimcha har bitta tashkilot ta'minlash kerak ruxsat bilan. Demak, va yana bitta masala juda ham ko'p uchraydigan, bu bizani olimlarimiz o'ylashuvchi hamma maqolalar pulli. Aslida unaqa emas. Juda ham ko'p jurnal, bepul jurnallar mavjud. Lekin bularni ajratish
qanaqa imkoniyatlar? Hammamiz bilamiz, open access va closed jurnallar bor. Open access degani ochiq, closed bu yopiq jurnallar va gibridlar ham mavjud. Demak, open access jurnal bo'ladigan bo'lsa, to'lovni siz muallif sifatida to'laysiz. Lekin kim agarda shu jurnalni o'qimoqchi bo'lsa, ularga bepul. Agarda closed jurnal bo'lsa, closed bu chop etishga bepul. Demak, muallif maqolasini bepul tarzda topshiradi, lekin agarda kimdir o'qimoqchi bo'lsa, shu jurnalni u to'laydi. Va gibrid turi bor. Bu gibrid 50% to'lovli, 50% bu bepul jurnallar deb hisoblanadi. Endi mana shu bepul jurnallarga maqola taqdim etilganda qancha muddat kutishga to'g'ri keladi? O'rtancha vaqt bu xorijiy jurnallarga maqolani chop etishga kamida 3 oy vaqt ketadi. Chiqishiga kafolat bo'ladimi? Taqrir salbiy bo'lsa chiqmaydi baribir. Chiqmaydi. Agarda jurnal siz maqolangizni jo'natdingiz deylik va shu jurnal redaktori sizga e'tiroz bildiradi. Mana bu joyda xato bor, bu yerda materiallar yetarli emas, ma'lumotlar yetarli emas. Shunaqa javob keladigan bo'lsa, bu aslida yaxshi. Bu degani shu jurnal maqolangizni qabul qilmoqchi, lekin shu maqolani oxirigacha yetkazib sifatli qilib berish kerak bo'ladi. Bugungi kunda mana raqamli texnologiyalar rivojlanyapti, sun'iy intellekt rivojlanyapti. Bu albatta bizga yaxshi. Sun'iy zako deylik, asosida yozilayotgan maqolalar, dissertatsiyalarni ilm deb atasak bo'ladimi? ChatGPT mana shunaqa yordamda maqola yozish ham mumkin bo'lib qolgan hozir. Albatta. Bir tema bersangiz, yozib beradi. Agar sal bir qimmatrog'i bo'lsa, yaxshiroq qilib yozib beradi boshqa. Endi bu ham bitta muammo hozir. Lekin baribir o'sha odamning o'zining vijdoniga bog'liqda. Agar qilaman desa, odam yo'lini topaveradi har xil. Shuning uchun birinchi navbatda biz yoshlarimizga o'rgatishimiz kerakki, ilm qiladigan bo'lsang, bilgin. Ilm qilish bu igna bilan quduq qazigandek gap. Lekin sizlar hozir kelib ekskavator bilan shundoq qazib ishni bitirib ketyapti. ish bitirib ketyapsizlar. Lekin miyada ishlama yo'q, bilim yo'q. Shuning uchun undan qanaqa olim chiqadi-yu, u keyin o'ziga qanaqa shogird tayyorlaydi. Eng muammo shunda. Qonun bo'yicha qarasa, tekshirib plagiat chiqsa, diplomini bekor qilish kerak. Hali men bir marta ham eshitmadimki, kimdir diplomini bekor qilinibdi, fan doktor yoki PhD'sini. Vaholanki plagiat qilyapti. Ko'p juda. Masalan, mana antiplagiat ochiq bazalardan qilib tekshiradi-da. Masalan, shunday bo'ldiki, Rossiyani dissertatsiyalari ochiq bazada emas. Pul to'lasangiz, sizga yuboradi tekstini. Biz masalan avtoritetlarni ko'rganda, avtoritetlar ochiq. Mana bu dissertatsiyani mana yaqin ekan deb o'sha Rossiyani dissertatsiyasini pul to'lab oldikda, qarasak o'shdan ko'chirgan ekan. Tarjima qilib. Lekin antiplagiat buni aniqlamaydi. Shundan ham foydalanyapti odamlar. Chunki dissertatsiyalar yopiq bazada, lekin qadrini oladi, tarjima qiladi. Sun'iy intellektdan foydalanishayotganlarni ham uni ham bilsa bo'ladi. Lekin u buni kimdir shug'ullanish kerak-da. Qandaydir bir intellektda domlajon hali aytganingizdek vijdonsiz odamlar shu ish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellektga, sun'iy zakoga o'sha kerakli mavzuni, kerakli u juda ko'p vaziyatlarda xato fikr beradi. Men shaxsan o'zimni, men Bahodir Karimovman, meni haqimda fikr ber desam, butunlay boshqa gaplarda aralash quralash beryapti-da, bu yolg'on joylari bor. Men bitta misolda aytaman. Yaqinda bitta kitob o'qidim, darslik o'qidim oliy o'quv yurtlari uchun. Hajmi katta. Men o'zim qiziqqan joyim Abdulla Qodiriy edi, domlajon. Qarasam, o'qib o'tirsam, Abdulla Qodiriyning xotinboz degan hikoyasida degan masala ketyapti. U xotinboz emas, u juvonboz degan hikoya. 100 yildan beri, 110 yildan beri hikoyaning nomi juvonboz edi. O'yladim. Bu dedim boshqa tilga o'tgan, boshqa tildan bizga qaytgan, u xotinbozga aylangan. Keyin baxtsiz kuyov degan dramasi bor. U fojia. Qarasam uni hajviy asar deb beryapti. Bu bugungi kunda bizning oliy o'quvchilarda o'qitilayotgan kitob tarkibidagi Qodiriyga tegishli mavzuni men aytayapman. Hayolimga kelgan birinchi narsa bu ish bu vijdonli bir muallifning ishi emas, sun'iy zakodan olib qarang. Ertaga buni oliy o'quv yurtining talabasi o'qiydi-ku. Mana haligi bu zanjirli ravishda davom etib ketaveradi bunday xatoliklar. Sun'iy zako bu inson emas.
sun'iy zako, sun'iy intellekt inson miyasining mahsuli. Inson o'zining miyasining mahsuliga ishonib qolmasligi kerak. Misol uchun inson miyasining mahsuli mashina bo'ladigan bo'lsa, uni haligi kaltini burab, uni rulini boshqarmaydigan bo'lsangiz, u istagan tomonga ketib qolishi mumkin. Hozir Antiplug.ru shunaqa algoritm ishlab chiqqanki, sun'iy intellekt ishlatgan foizini ham bilib bera oladi. Misol uchun aniqlash mumkin. Hozirgi kunda shu sun'iy intellekt foizini aniqlash mumkin. Lekin biz sun'iy intellektni foydali tarafi bilan ishlatishimiz mumkin. Misol uchun Web of Science xalqaro ma'lumotlar bazasida Research Assistant degan sun'iy intellekt instrument mavjud. U nima yordam beradi? Misol uchun biz o'zbek tilida savolimizni yozib, Web of Science bazasi shu Research Assistant instrumenti bizga savolimizga javob topib beradi. Bugungi kunda bir olimni bir vaqtning o'zida bir necha o'nlab yosh mana shu tadqiqotchilarga ilmiy rahbarlik qilishiga qanday qaraysiz? Bu o'sha sifatni tushib ketishiga ham ta'sir qilmayaptimi? Yuzlab ham bo'lib ketdi. Ular favqulodda genial ilmiy rahbarlar bo'lsa kerak. Men ularga til tekizmoqchi emasman. Misol uchun men shaxsan o'zimda 3 ta, 4 ta, 5 tadan ko'p bo'lmaydi. Bir yilda menda himoya qilib chiqqanlar ham 2 ta, 3 tadan ko'p bo'lmaydi. Juda ko'p keladi va men rahbarlik qilishga meni vaqtim yo'q degan gapni aytaman. Endi men misol uchun mana shu minbarda turib, ilmiy rahbarlik qilayotganlarga, ilmiy rahbarlik qilmoqchi bo'lganlarga fanning taqdirini o'ylasin. Adabiyotimizning, adabiyotshunosligimizning barcha bizning mamlakatdagi fanning qiyofasini, taqdirini o'ylasin. Ana shu o'y bo'lsa, ana shu fikr bo'ladigan bo'lsa, bu millatning, bu mamlakatning taraqqiyotiga, mamlakatimiz prezidenti aytgan 3-renesansga hissa qo'shaman deydigan bo'lsa, mana yurakdan, haqiqiy yurakdan, chin yurakdan bunda o'zlari tarbiyalayotgan olimlarni chin olim qilib tarbiyalash kerak. Bil'aks biz jaholatdan qutulmaymiz. Bizni ustimizdan dunyo kuladigan bo'ladi. Mana u har xil haligi dunyodagi har xil jurnallarga chiqib ketgan maqolalarda bizning sha'nimizga, bizning sharafimizga, bizning tariximizga, bizning ma'naviyatimizga noloyiq narsalar maydonga kelib qoladi. O'sha jaholatdan qo'rqmoq kerak. Ilm o'zi asli insonni va insoniyatni jaholatdan qutqaradi, yolg'onchilikdan qutqaradi, poraxo'rlikdan qutqaradi. Olim bu ishlar bilan shug'ullanadigan bo'lsa, uning haligi unvonlari go'zal bo'ladi, ichkarisi kir bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman. Masalan, bir xil tabiiy fanlarda, masalan fizika, boshqalarda eksperimentlar bo'ladi. O'shaning uchun mualliflar ko'p bo'ladi. 10 ta, 15 ta muallif bo'lishi mumkin, bu tabiiy. Lekin hozir bizda shunday narsa kuzatilyaptiki, bir xil qo'shnoq ichida olimlarimiz o'shalarning ichiga kiryapti. O'tib qatnashmagan. Biron qator yozmagan. Shu bitta qo'shib qanaqadir yo'lni topadi-da. Men misollarni ham bilaman, otini aytmayman-u. O'zining sohasi bilan aloqasi yo'q. Har xil jurnallarda chiqargan. Masalan, bir yilda 50 ta, 60 ta maqola chiqqan ekan, yaxshi jurnallarda. Bu qanaqasi? Demak, qanaqadir yo'lni, shunaqa ham yo'lni topishadi. U esa yaxshi jurnallar. Masalan, fizika tвердого тела, teoretическая fizika, ядерная fizika jurnali bu. Lekin u yerda shu narsasi borki, mualliflar ko'p bo'ladi. O'shanda birdan ichiga kimdir o'zimizni qora ko'z kirib qoladi. Shu yo'lni ham topishyapti-da. Yosh olimlar bugungi kunda shu yirtqich bilan ustoz ta'biri bilan aytganda jurnallarning qurboni bo'lib qolmasligi uchun va mana shunday firibgarliklarning qurboni bo'lib qolmasligi uchun nimalarga alohida e'tibor qaratsin? Qisqa javob bersangiz. Ko'pincha bizda conference paper degan narsalarni chop etishadi. Bu konferension maqolalar. Aslida artikel chiqarishimiz kerak ko'proq. Chunki artikel bu aynan jurnalga ketadigan. Ko'pincha conference paper bular ko'pincha emas, ham conference paper bu pulli. Demak, pulli bo'lgan joyda shubha borligi degani. Juda ham ko'p shaxsiy pochtamizga takliflar keladi. Har xil jurnallardan takliflar keladiki, biz yaqinda yangi son chiqaramiz, bizda nashr qilgan. Aslida o'zini hurmat qiladigan jurnallar sifati baland hech qachon unaqa emaillarni jo'natmaydi. Shunaqa emaillarga hech qachon javob bermang va hech qachon shu jurnallarga maqolalaringizni jo'natmang. Shu tavsiyam. Ustoz, mana yosh bugungi kunda ilm qilayotgan
yoshlarga, o'zbek mana shu yosh olimlar hamjamiyatiga 3 ta o'zingiz tajribangizdan kelib chiqqan holatda maslahat bersangiz? O'tgan oy prezidentimiz Islom sivilizatsiya markazini ochildi. Undan birinchi maqsad yoshlarimiz uchun. Yoshlarimiz bilsinki, biz kimni avlodlarimiz. Bizni ajdodlarimiz kim bo'lgan? Chunki sir emas, biz yoshligimizda ko'plarni bilmasdik. Mana hozir yoshlarimizga imkon bor, biladi kimligini. Xorazmiy ulug'beklarni bilganmiz, lekin mana qolganlarni, Imom Buxoriylarni biz bilmaganmiz. Lekin mana hozir yoshlarimizga shunda kirsa ko'radiki, sen kimni avlodisan. Demak, bu ularda birinchidan o'zini ajdodlariga hurmat, ikkinchidan mas'uliyat. Biz shularga munosib bo'lishimiz kerak degan mas'uliyat bo'lishi kerak-da. Ular hech qaysi bu hozirga o'xshagan ilm qilayotganlar umuman hali hamma narsadan voz kechib ilm qilgan. Butun umrini ilmga bag'ishlagan. Shuning uchun ilm deganda unpada dissertatsiya degan narsa bo'lmagan. Hozir ilmni ko'plar dissertatsiyani tushunib qoldi-da. Shuning uchun mana o'shalarga munosib bo'lishimiz uchun yoshlarimiz haqiqiy ilm qilish kerak. Ikkinchidan, mana hozir prezidentimiz O'zbekistonni butun dunyoda obro'sini juda ko'tardilar. Har tomondan, ham siyosiy, ham iqtisodiy tomondan. Lekin ilmiy tomondan ham O'zbekistonning obro'sini ko'tarish kerak. Afsuski, hozir obro'si yaxshi bo'lmayapti. Mana shu jurnallardagi maqolalar, O'zbekiston eng hali ko'p ushbu jurnallarda chiqargan degan statistikalar bor. Shuning uchun biz prezidentimiz qilayotgan harakatlariga munosib ish qilishimiz kerak. Hali soxta fan nomzodi, soxta fan doktorlar ko'paygan bilan obro' ko'payib qolmaydi. Aksincha obro' tushib ketadi. Shuning uchun men shuni xohlardimki, yoshlarga shuni o'ylaylar. Haqiqiy olim bo'laman desanglar, ilm qilinglar. Lekin diplom uchun emas. Men doim uchrashganda yoshlar bilan ko'p uchraman. Maktablarga ham boraman, oliy o'quvchilarga ham boraman. Aytaman, sizlar diplom uchun o'qimanglar, bilim uchun o'qinglar deyman. Afsuski, hammaga ham bu yetib bormayapti, lekin katta domlalarimiz o'zi o'rnak ko'rsatish kerak-da. Eng muhimi, hozirgi bo'layotgan jarayonlarda qo'ldan kelgancha fanni ham o'sha dunyo miqyosida obro'li bo'ladigan qilib rivojlantirishimiz kerak. Katta rahmat ustoz. Hurmatli yurtdoshlar, suhbatimizdan shuni anglash mumkinki, ilm bu faqat maqola yozish emas. Ilm bu faqatgina daraja olish emas. U halollik degani. U sadoqat degani. U ilm uchun fidoyilik degani. Agar biz ilmni shunchaki shakl uchun emas, mazmun uchun qiladigan bo'lsak, mana shunda ilm, fan jamiyatni haqiqiy taraqqiyotga olib chiquvchi kuchga aylanadi. Agar sizga suhbatimiz manzur bo'lgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarimizni kuzatib boring va mana shu ko'rsatuvimiz joylanadigan efirni tagida o'zingizning izohlaringizni qoldiring va do'stlaringizga ulashing. O'zbekiston telekanalida qoling deymiz. Sog' va salomat bo'ling. Hurmatli mehmonlar, tashrifingiz uchun katta rahmat.